Keldimi tova? Tovarlarni olib keldim. Bir oling. Nima bu? Siz aka sizga tovarlar emas. 20 ming dollarga shu keldimi? Shunaqa qimmat. Bu nima bu? Bu masajnik-ku, o'zingiz boshingizga mamnun. Bo'ldi. Bu nima bu? Spetkaningizda shamollatadi. Men shunaqasini aytganmidim. Bu barku bu. Bu Xitoyniki. Bu nima bu tapichka? Bu dushga kirganingizda kerak bo'ladi, damashnik tapichka. Men kimga sotaman buni kirgi bu? Kinayimga berasiz. Kiyilgan-ku bu, maladoy. Kiyilgan-ku bu. Bu nima bu? Ya buni Stanok anaqaga olishga. qani buni olishi yo'qmi? Olib kelib beraman, olib kelib beraman. Bu nima bu? Olversachi shumi? Kimga sotaman buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Kiyilgan-ku, kiyilgan-ku. Nima qilding pulimni? Sifatli narsalar olib kelganman, bari Xitoydan keldi bularni. Xitoylik qani? Xitoylik Koreya, Xitoyda. Olversachimlar, unisex shortular. Shorti nech pul? 4000 dollar. 4000 dollar? Nima? Va to'xtama, Xitoyda 20 ming dollarga olganman. Ho. Ajo'jon, keladi işte qayerga ham boradi. Xitoy bizaniki, nima qiladi o'zi? Hozir bilmayman. Nima qiladi dedi? Mana 3 ta harfni qara. 3 ta harfni qara. Ha? Sen Xitoylik eding-ku, ko'zing qisiq edi-ku, nima qanday ochildi bu?